Bugun og'iz erib ketadigan juda ham mazali, ham pisochni, ham shokoladni, ham tvorogli pirog qilamiz. Bomba, super. Tayyorlaymizmi? Ketdik. Pirogimiz mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Uning xamirining ta'mi esa menga do'konlarda sotadigan shokoladli pechenyeni eslatdi. Birinchi navbatda 360 gramm unni elab olamiz. Albatta, yuqori navli undan qilsangiz, pirogingiz yana ham ko'tarilib chiqadi. Nima sababdan biz odatda unni elaymiz? Birinchi sababi bu albatta unni ichidagi qattiq jismlar elakda qolishi uchun, ikkinchi sababi esa bu xamirni ko'tarilib pishib chiqishi uchun. Endi esa elab olgan unimiz ustidan 180-200 gramm saryog'ni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Xohlasangiz saryog'ni eritib qo'yishingiz ham mumkin, lekin menga ko'proq pisochni xamir yoqqanligi sababli doim xona haroratida biroz yumshagan saryog'ni qirg'ichdan chiqaraman. Saryog' bilan unni bir xil massa bo'lguncha qo'limiz yordamida yaxshilab aralashtirib uqalab olamiz. Undan so'ng 2 osh qoshiq yoki 40 gramm kakao va 1 choy qoshiq razrixlitel solib, yana bir xil massa bo'lguncha venchik yordamida aralashtiramiz. Boshqa idishga 2 osh qoshiq smetana, 1 piyola yoki 150 gramm shakar solib, yana bir xil massa bo'lguncha venchik yordamida aralashtiramiz. Endi esa unli massamizga suyuq massamizni qo'shib, xamir qoramiz. Agar hammasini men aytganday solsangiz, xamir xuddi shunday ko'rinishda bo'lishi kerak. Agar sizda xamiringiz biroz suyuqroq bo'lsa, albatta un solib, xuddi shunday ko'rinishga keltirib olishingiz mumkin. Xamirimiz tayyor bo'lgandan so'ng uni ikkiga bo'lib, morozilnikka 1-2 soatga qotgunga qadar qo'yamiz, chunki bu xamirni biz qirg'ichdan chiqarishga tayyorlashimiz lozim. Navbat tvorogli massaga. Menda 250 gramm tvorog borligi uchun bu pirog uchun biroz kamlik qildi. Agar sizda bundan ko'proq bo'lsa, bemalol qo'shishingiz mumkin. Qancha tvorog ko'p bo'lsa, shuncha mazali bo'ladi. Pirog yana ham chiroyli chiqishi uchun 500 gramm tvorog, bitta tuxum, 100 gramm shakar, 1 chimdim vanilin. Agar tvorog suyuq bo'lsa va biroz suvi bilinib tursa, albatta 1 osh qoshiq kukroz kraxmalini solib yuborsangiz, ideal tarzda chiqadi. Barcha masalliqlarni solib bo'lganimizdan so'ng, bir xil massa bo'lguncha blenderlab olamiz. Xamirimiz qirg'ichdan chiqarilishga tayyor va uning bir bo'lagini listimizni pastki qismiga qirg'ichdan chiqarib tekislab olamiz. Listga pergament qog'oz yozish esingizdan chiqmasin. Uning ustiga esa tvorogli massani solib, uni ham bir tekisda tekislab chiqamiz. Albatta, ko'rib turganingizdek, meni tayyorlagan xamirimga nisbatan tvorog kamligi uchun biroz yupqaroq ko'rinish berdi. Agar siz men aytgandek 500 gramm tvorogdan foydalansangiz, u juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi va pirogingizni yana ham balandroq qilib ko'rsatadi. Endi esa xamirimizning ikkinchi bo'lagini ham pirogimizni ustiga bir tekisda qirg'ichdan chiqarib olamiz. Albatta, atrofini xuddi shunday qo'limiz yordamida tekislab chiqamiz va 180 darajada qizdirilgan gaz pechiga 30-40 daqiqaga qo'yamiz. Hammani gaz pechi har xil bo'lganligi uchun o'zingizni gazingizdan kelib chiqqan holda me'yorni belgilaysiz. Pishganda juda ham yoqimli ifor taratadigan qarsildoq pisochni pirogimiz tayyor bo'ldi. Olamiz, chiroyli qilib kesamiz, o'zimiz ham yeb ko'ramiz, oila a'zolarimizga ham beramiz va albatta yerliklarga ulashib qo'yamiz. Agar sizga pirog yoqqan bo'lsa, like va izohlarda fikringizni kutaman. Hayotgancha sizga savolim bor. Keyingi gal qanday shirinlik tayyorlashimni istaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Hurmat bilan, Qunduzxon Abdullayeva. Og'iz erib ketyapti.